assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Stakaningiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Baristalik qilaman o'sha yerda. Shu yerda ishlaysiz. Ha? Agar 24 soatga ayollar yo'q bo'lib qolsa, nima qiladi erkaklar? Erkaklardan dam olasizlar. Qizlar ko'rdinglarmi? Yo'q, hazil. Bo'pti, o'qigan qizni olasizmi? Uyda o'tirgan qiz. O'qiganingiz. Nima uchun? Nima sababdan desangiz, o'qiganingiz baribir ham boshqacha bo'ladi-da. Nima sababdan bolalarga tarbiyasi yaxshiroq bo'ladi. O'qiganingizdan okrujeningiz baribir ham o'qiganlar bo'ladi. Oxirgi marta oyingizga nima sovg'a oldingiz? Oxirgi martam ko'p bo'ldi, lekin ko'rmaganman. Oyingiz qatlisiz? Nukusliman. O, nukuslilarga salom. Nima deysiz nukuslilarga? Nukuslilarga salom hammaga. Nima deysiz oyingizga? Nimadir aytib boring. Anajon, men sizni yaxshi ko'raman qatta. Dunyoda sarson qadrim ham arzon xorligim onamga aytma